Maqtama bolingni qo'y, maqtama bolingni qo'y, farzand shirin, farzand shirin. Dunyo ul molingni qo'y, mulkingni qo'y, boyligingni qo'y, barabiram farzand shirin, farzand shirin. Assalomu alaykum. Bizning ijtimoiy tarmoqlarda va internet sahifalarida Shawat City kanali orqali ko'rib o'tgan qadrdan insonlar sizlarni ko'rganimizda quvonchimiz cheksiz. Bugun Xudo xohlasa nasib etsa Shawat City rahbariyati Shawat tuman 41 umumiy o'rta ta'lim maktabimizga keldik. Bera kelishimizga sabab bugun Bonuni 10 yoshga girish munosabati bilan chin dildan samimiy tabriklaymiz. Bonu maktabda hozir 3-sinfda o'qiydi ekan. Shu yerda maktab rahbariyatidan ruxsat olgan holatda bugun Bonuni tabriklaymiz. Yana bugun 3 oy, 2,5 oy bilan keldikna 1, 2, imida yarim oy. 2,5 oy bilan keldikda Bonujonni tabriklaymiz. Bonuni tabriklaymiz. Bonuni hozir opasi ayni vaqtda musofir yurtlarda Rossiya Federatsiyasida yurib turib, oila bola chaqamda turib mehnatlarini qilib o'tdi. Bernoxon nomidan chin dildan samimiy tabriklayman. Bernoxon farzandingizni baxti kamoli muborak bo'lsin. Ilohim katta qiz bo'lsin, o'qimishi bo'lsin. Enanga rahmat degan nomlarni eshitib o'tirish nasib etsin. Bonuni otasi, enasi, xolalari, yaqinlari nomidan chin dildan samimiy tabriklaymiz. Qolgan gapni chaqirganiga davom ettiramiz. Yana Xudo xohlasa nasib etsa, oyikchalar bilan birgalikda shu yerga keldik. Endi agar qo'lingiz bo'sh bo'lsa bir like bosib bering. Kar yaqindalik eng qiziqli yeri oldimda. Menga yana bir yeri yoqdi. Hozir ish yo'riga kelganda o'qidim. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz. Haqiqatan ham biz hammamiz bir bo'lali, birlashali, vatan bo'lali. Baxtimizga bor bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi ko'raman sizlarni. Ketdik. Esa Bonojon xulosani esbeni aniq etdi. So'z rahbariyatiga tabriklaymiz, Xudo xohlasa berdi. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Ruscha gaplashadilar. O'zbekcha tushunadilar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'qiyapsizlar? Ulloh, sen kim bo'lasan? Shifokor. Kim? Shifokor. Rahmat. Sen kim bo'lasan? Taxsis. Taxsis? Qaysi 5 4 3 2 1? Nera qatnaysan taksi bo'lib? Toshkentga. Oo, rahmat. Sen? Prezident. Assalomu rahmat, salomat bo'ling. Opa qizim kim bo'lasan bo'lasan? Shifokor. Ha? Shifokor. Shifokor bo'lasan, ha? Nima shifokor bo'lasan? Vrach. Vrach? Oding kim seni? Banu. Bonumi. Bugun sen tug'ilgan kuningmi? Ha? Bonujon, bugun sen chin dildan tabriklayman. Bugun ustozing boshligida tabriklaymiz sizni. Katta qiz bo'l, yaxshimi? O'qimishli bo'l. Bugun sen chiroyli bizga sog'lanib keldik. Necha yoshga kirganingni bilasanmi? 10. Молодец, 10 yoshga kirding. Bugun sen o'z nomidan, oilam nomidan yana kameraga qarading. Bugun bizlarni ko'rib turgan insonlar bor. 36 ming dona obunachimiz bilan chin dildan tabriklaymiz. Bugun bizlarni bera kim yuborganini bilasanmi? Kim yubordi? Opam. Opang aytdimi sana yubораman deb? Ha? Biz aytibsiz-ku, mana aytganmiz biz aytmoqqa kerak edi undagim ya. Qara, Bonojon, sana chiroyli sovg'a keldik. Sana birimiz 2 dan oyoq bilan keldik. Bugun sizlar hazzat o'ynatamiz birimizda. Shoirlarimiz bir she'rlari bor. Bir ota, bir ona zurriyotimiz. Qur'onda bir tilda qiroatimiz, hammamiz qarindoshimiz, biz yo'qdir yotimiz. Farzand erur bizning qo'shqanotimiz, farzandga bir baxshida bu hayotimiz.
Çınqirab kelsa-yu dunyoga go'dak orzu maqsadingdan bermoqda darak. Uyingda aytilsin to'ylar muborak. Serfarzand to'ysevar o'zbek xalqimiz, farzand yurur bizning qo'shqanotimiz. Farzandga baxshida bu hayotimiz. Jamiki topganiga loydan uy qurar, 5, 6, 7 yil yig'ib bir kun to'y qilar. Nabiram bo'lsa deb yaxshi o'y qilar, tinchlikdan yaxshi kun to'y murodimiz. Farzand yurur bizning qo'shqanotimiz. Farzandga baxshida bu hayotimiz. Musulmon bandamning qo'llagay Xudo beg'ubor go'dakka jon ila fido. Farzandim deb yasharkan shoh ila gado. Muhammad rasul haq biz ummatimiz. Farzand yurur bizning qo'shqanotimiz. Farzandga baxshida bu hayotimiz. Bugun farzandim deb Rossiyada musofir qiladigan onachoni sana Bernaxon nomini tabriklaman. Opam nomini tabriklaman. Ota, enang, xolalaring nomidan chin dildan tabriklaman. Ukang nomidan tabriklaman. Ustozing nomidan tabriklaman. Xudo xohlasa nasib etsa bugun sog'lik aka sovg'asi qilman. Akkaling. Chiroyli konsert chalamiz. Marhamat. Daskadan bitta barakat tur qizim. Daskadan barakat turaver. Rahmat shilab turavering. Endi sangni shu yerda ustozlar chiroyli tortni ko'tarib keldi, ko'rdingmi? Endi qara, shu yerda ustozing sanga gap berdi, yaxshimi? Ustozing tabiiy guvoh bo'lsin. Ustoz, marhamat. Avvalambor xorman, yoshlar bilim berishda, ilm berishda sizning ustozlarimiz jamiyatda ko'p bo'lsa, ustoz bilan faxrlanamiz. Men bir savolga javob topolmaganman. Ustoz kim degan savolga javob topishga hech qanday imkon topolmadim. Sababi ustoz ota-onamizda ulug' inson. Ustoz yo'q ekan biz hech kimmiz hayotda. Ustoz yo'q ekan biz inson emasmiz hayotda. Sizlar boringizga shukr qilamiz ustoz. Marhamat. Avvalambor xush kelibsizlar. Banu qizim tug'ilgan kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xudoyim umring uzun bo'lsin. Sog'lik, salomatlik tilayman. Onang orzu qilgan edek, katta qiz bo'lib, o'qimishli qiz bo'lib, o'zing orzu qilganingdek shifokor bo'lishingni tilab qolaman. Hamisha hozirgidek barchaga o'rnak bo'lguvchi qiz bo'lgaysan, Xudoyim. Hammaga sog'lik, omonlik, sizlarga ham uzoq umr tilayman. Hammamiz Banuni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, mehrim nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar, yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar. O'zi mana so'raylardan maktabdan eng yaxshi ko'rgan ustozing kim deb menga ko'p savol berganlar. Men Mukarrama Sabirova ustozim aytaman. Sababi uni yaxshi ko'rishimdan, men yaxshi ko'raman, lekin hammadan ko'proq Mukarrama ustozim yaxshi ko'raman. Bu meni birinchi sinf rahbarimdir mana. Shu birinchi sinfdan 4-sinfgacha menda hamma fanim 5. Shundan keyin Xodavoy 3, 4 o'tib ketganlar. Ustozlar hammangiz yaxshi ko'rasiz, bolalar yaxshi ko'rdingiz. Endi kim tabriklab she'r aytadi? Anglang. Senday darkash yo'qdir mehribon, har qanday holatda saqlagan sirim, seni yaxshi ko'raman, ishon, to'lgan kuning bilan singlim. Voy ey. Rahmat, unda qiz bo'lsa kim she'r aytadi? Kim she'r aytadi? Ay, she'r bilasizmi? Orqangda tursam-da, she'r bilasizmi? Hop, she'r. Ha, ay? Kim? Ona hakkında she'r bilasizlarmi? Hech kim indamaydi-ku. Sizlar maktabda she'r o'rgatadilarmi? Sen yaxshi bir ustozing, ustozlar qo'rqitib sizlar bir narsa aytadilar. Yo'q, ustoz ruxsat berdi. Qara, tabriklaymiz. Rahmat. Ulug'layib bo'lanlar Xudoyim shu navr. Haqiqatan ham yurtboshimiz prezidentimiz bo'lanlar, prezidentimizga ishongan inson bo'lanlar, jamiyatimizda bir kerak inson bo'lanlar ish yerda endi barnahar o'zingiz bir qutlab olasiz o'quvchilarni, ustozlarni. Bu yerda endi biz aytdim darsni olib turishga haqqimiz yo'q-da, sababi birinchi o'rinda dars turadi-da. Katta tarafimiz 15 minut bo'ladi. Biz kelganimiz hozir 8 minut bo'ldi-da. Ayting. Aytavering. O'qishlarga ketaylayim. Seni yaxshi ko'raman. Ustozi. Ana qaradi. Sog' salomat bo'lib, to'rt tashtiga esla Xudoyim o'zimiz yurtimizda.
Sağ ol guys. Qani ben endi kim bonu? O'zing bir opangga, ustozingga, sinfdoshingga minnatdorchilik bildir, keyin bu yerda bir muzga qo'yib tort kesib beramiz. Hammaga rahmat. Ustoz opa, sizlarni yaxshi ko'raman. Ata ana. Hammasini. Aha. Bo'ldimi? Azza kimda kimni bog'liq bo'lgan qalbida tilaklar bo'lsa, fikrlarni kommentariyalarda yozishlari mumkin. Oilangizda yaxshi kunlar bosh nasib etsin. Mana hozir kesadim yoki keyin albatta kesavaradim. Aha. Bo'pti. Bo'pti. Azza tortani topshirdim. Hazır yeb o'tiringlar, yaxshimi? Bularni bir muzga qo'yib bersak bo'ladimi mana bunaqa? Avval. Ya bu tasakat. Qani kelinglar, ayib bilan o'ynaymiz, kelinglar. Keyin rasmat shukurni esalik uchun. Marhamat. Hava tasak koyayım. Qani gel. Qani ayib bilan o'ynaysan, kelinglar, rasmat tushamiz keyin, kelinglar. Ayıp nasıl oynuyorlar, sen oyunumuz görüp çıkardılar. Hey! Sabahda bir gece yalnız mısın savurmaz. Işığım düştü yürekken çıkarıp alsa vurmaz. Ben yalnızım yaşlı kayıtlarım alsa vurmaz. Bana göz boy boy boy, bana göz boy boy, bana göz yanlarını, bana göz yanlarını. Musallı famislerim, davetim bana köye. Boynuma bağlıyorum, köyüne koyma börekke. Suyumasa bağlıkında, namusuna silekeye. 360 taburla, ınır silekke. İşime nası yoktur, acıratı varsa bulmaz. Bana göz boy boy boy, bana göz boy boy, bana göz boy boy boy, bana göz boy boy. Bana göz boy boy boy, bana göz boy boy, bana göz yanları, bana göz yanları. Bana, hey bu şey ya, işte. Bana gidiyor, asa. Çarpan. Esa ustoz kattaga rahmat. Agar vaqtingizni olgan bo'lsa, sizdan ming bora uzrimiz so'raymiz. Yana aytamiz, yoshlara bilim berishda, ilm berishda harman Alloh taolasi umrlaringizni ziyoda qilsin. Farzandlarni baxtini kamol ko'rib o'tirishni nasib etsin. Aziz bolajonlar, sizlar bilan bugun bir Bononi tug'ilgan kunida ko'rishganimizdan xursandmiz. Sizlar nasib etsa hammangiz tug'ilgan kuningizga kelamiz. Sizlar bilan endi biz hozir vaqtinchalik xayrlashamiz. Sababi sizlar jismoniy tarbiya fanimi? Jismoniy tarbiya faningizga chiqinglar. Kızlar voleybol, bağlab futboldan canlı oynatib turib, hammangiz beshanlar agar ishunada hamma 5 odam bo'lsa, sizlarga dini padarka bor. Yaxshimi? 4-ni bitirgan vaqtingizda hammangiz 5 boshga shunda padarka berilasizlar. Yaxshimi? O'zingizga padarka olib ketamiz. Xayr, sog' bo'ling.